araslashgan odamingiz bilan dunyoda yarashib qo'ying, uzr ma'zur so'rab qo'ying. Erta qiyomatda to o'sha odam bilan kelishuv o'z o'rniga tushmaguncha jannatga ham kira olmay turasiz. Shuning uchun bugun dunyoda adovat bilan, gina qudrat bilan avvalo yashamang. Alloh taolo yo'lida kechirib yuboring. Kechirguvchi insonlarni Alloh ajrini o'zining zimmasiga oldi. O'zim beraman dedi Alloh taolo. Demak, Alloh taolo zimmasiga oldimi, buning ajri, buning mukofoti, buning fazilati juda baland. Alloh fazil o'laroq beradi. Shuning uchun birodar, bir inson bo'ling. Qanday inson? Xohlagan bir odamni, tanigan, tanimagan, bilgan, bilmagan odamning orasini isloh qiling. Tanigan, tanimagan, bilgan, bilmagan odamingiz haqida to'g'ri fikr bildiring. Yaxshi fikr bildiring, haqqoniy fikr bildiring va isloh qiladigan darajada go'zal